Assalomu alaykum. Qadri baland qadrdonlar, sog'liklar, salomatliklar yaxshimi? Mana sovuqlar ham tushib qoldi. Xo'sh, salaparlar bilan o'rab tashladim xorosxonani katiga. Hozir shamollar juda ko'paygan payti. Ko'plar o'ldirib qo'yapti. Boshqa bo'lyapti. Mendagilar ham o'ldi demoqchi edim. O'lmadi-yu, anaqa ota nima? Shamollashdi-yu, tuzatib oldim. O'shani azitronit degan dori bor. O'shandan qulog'iga yarim grammdan urib tuzatib oldim. Bizdan ichkarilar ancha issiqqina ekan. Bizdan xo'roz olgan okalar chiqishyapti. Rahmat. Eshityapman. Alhamdulillah hali uyaltirmadi hech kim. Ana bitta xo'roz bor edi, Telegram kanalimga tashab qo'yuvdim, tanachi. Bitta xo'roz bor edi. Birinchi cho'qishiga tullayni adarib tashuvdi. O'shani ukalari men bilan aprel jo'jalari mana aprel jo'jalari. Juda katta narsalar. Bular ham shamollab qoldi, tuzatib oldim. Quloq eshitib turibdi, e'tibor bersanglar, quloq eshitib turibdi. O'sha azitronit degan dori urdim-da. Yaxshi bo'lib qoldi, Xudoga shukr. Ancha tuzu. Mashalar ham tanachi. Buni aprelskiy jo'ja, bular yanvarga borib zo'r xo'roz bo'ladi bular. Yanvarga borib juda zo'r xo'roz bo'ladi. Xudo xolasa xo'p, narsalarni sotishda davom etyapmiz. Kimga nima kerak bo'lsa, kimlardandirman esimda qolmaydi-da, kimdan nima baylashganim anu ota nima dogovor qilib esimda yo'q-da, kimdan nima dogovor qilganim mana. Mana tanachi ko'rri qizidan chiqqan, sovuqqa g'o'janak bo'lyapti. Ana mana shu xo'roz ertangi emas, kechki jo'ja xo'roz bo'lgan bu. Bu ham zo'r, qotirib tashlaydi, kaltaklari yaxshi. Mana bu kimga pixchi kerak bo'lsa, mana pixchi xo'roz. So'yib tashlaydi bu. Pixchi. Mana xo'roz. Buni ani kuni bir akamiz so'ruvdilar, ozdirib qo'yinman, ancha ozdirib qo'yinman buni. Boqsanglar 5 kilodan o'tadigan xo'roz bo'ladi. Kichkina narsa emas, katta narsa. Yoshiga endi to'lib, dumi qoldi buni. Mana basharalarini ko'ringlar. Dumlari qoldi, dumlari chiqyapti hozir. Buni Xudo xolasa. Shu dumlari qoldi. Bu yerda qaysi xo'roz? Men buni shamollatib qo'ydim. Mana bunga ham ukol urib qo'yganman. O'zimni koreys xo'rozim bor edi-yu. Buni shamollatib qo'ydim. Buni hozir lecheniyada hozir bu. Shunaqa paytda sezon hozir mana chelaklarni hammasini teskari qilib tashlaganman. Suvini ichirib. Endi kimgadir vohliroq chiqqan jo'ja kerak bo'lsa, mana bu jo'ja bor. Buni bekorchilari ham bor. Jaqattu avtomat korobka bo'yatibdi bu jonivor. Bu fevralni oxiri martda boshlarida chiqqan jo'ja bu. Pixlari ham Makkadagi pixi bor. Juda qattiq narsa bu. Kimgadir kerak bo'lsa, nomerlarimni qoldiraman. O'shadan telefon qilib, bemalol gaplashib, suhbatlashib, narx-navosini kelishsak bo'ladi. Xullas shunaqa gaplar. Mana bitta jo'ja bor edi, sotilib ketdi. Bu yerda xo'roz bor edi, sotilib ketdi. Keyin sotilib ketdi. Ikkita xo'roz sotildi-da, ikkita bardovoy bor edi. Mana bu yerda bardovoy, bu yoqda bardovoy bor edi, ular ikkitasi ketdi. Mana bu yaponimiz bor. Kimga kerak bo'lsa. Buni ham mana kuni 5-10 ming tepishtirdim. Yaxshi jo'ja, jonivor. Juda yaxshi. Yomon emas. Jonivor yaxshi. Uyaltiradigan narsa emas. Armatura
tullov payti hozir bunaqa payt urishtirib bo'lmaydi. Hamma yoq sipar bo'yotibdi. Mana armatura. So'raganlarga. Buni tullovi 100% yetgandan keyin boqib bemalol katta to'raga olib chiqib o'ynasa bo'ladi. 1 yosh bo'ldi, bir tulli bu. Mana xoros. Buni bolalari ham bor. Buni bolalari nima? Bolalari emas. Buni armaturani sherigini bolalari bor. Hozir uni ham ko'rsatib o'taman. Xo'p, tavsiyalarim xorosxonalarni imkon bo'lsa skvoznak shoboda urmaydigan qilib o'rab qo'yinglar. Xorosxonalarni mana shunaqa sovuq bo'lib tursa ham, lekin skvoznak bo'lmasa bo'ldi. Skvoznakda jo'ja tez shamollaydi. O'shanga men bundoq salafanlar bilan o'rab tashladim, polni mana tepalar bilan hamma yog'ini o'rab qo'ydim. Bo'lmasa juda pasnaydi. Juda tez shamollaydi. Keyin mana bitta o'zimga olib qo'ygan jo'jalarim bor mana. Ikkita qora, ikkita jigarin. Bular yaponlardan bular. Mana. Urug'likka olib qo'ygan narsalarimdan bittasi. Xudo xolasa bular bahorda ishlaydi. Yana 1-2 oydan keyin tuxumga kiradi bular. O'sha vilkalari ochilib qopti katta bo'lib. Hozir naryoqxonadagi jo'jalarni ham ko'rsatib o'taman, xudo xolasa. Ko'rasizlar. Kimga nima mavzu qiziq bo'lsa, kommentariyaga yozib qoldiringlar. Misol uchun tavsiyalarmi, qanaqadir. Mana hozir shamollaydigan payti ko'chaga qo'yib yormanglar umuman, chunki yer zaxladi. Yer zax bo'ldi, uje jo'jalar shamollashni boshlaydi. Nobodo shamollatib qo'ygan bo'lsanglar, qulog'iga yarim gramdan azitronit ukolni uringlar. Keyin Daksin, Maklaran, Ultraseptol parashokka og'ziga ozgina sepib qo'yinglar. Xudo xolasa yaxshi bo'lib ketadi. Tuzalib qoladi. Men shunaqa tuzatyapman-da. Menda ham shamollashdi, chunki salafanni sal kechroq o'radim. Kecha o'radim, to'g'risini aytsam, salafanni kechroq o'rab qo'ydim. O'shanga shoboda tep, sal shobodalab shamollab qolishdi-da. O'shani hisobini olinglar, akalar, ukalar. Keyin men hozir bir anaqa qilmoqchiman, tajriba qilmoqchiman. Mana bu jo'xorimiz bo'lsa, mana jo'xorini ham bor-ku. Men bunaqasini beraman men. Kaptar yeydigan jo'xori bor-ku, mayda bu. Mayda bo'ladi. Chillaki deydi, nimadir deydi-da buni. Mayda bu, juda mayda. Buni hozir pishirmoqchiman men. Pishirib berib ko'rmoqchiman, nima bo'lishini ko'rmoqchiman. Men hali bug'doyi pishirganman, lekin jo'xorini pishirmaganman. Hozir jo'xorini bitta pishirib ko'ramiz. Qanaqa effekt beradi, nima bo'ladi, ko'ramiz. Mana shunaqa jo'xori beriladi. Chillaki, yaxshi ushiydi. Bu ana oddiy katta yirikdan ko'ra, mana shu mayda juda qattiq bo'ladi bu. Pishirib ko'ringchi, nima bo'lishini ko'ramiz keyin. Keyin javobini sizlarga aytib o'raman keyingi videolarda, xudo xolasa. Ustini yopib qo'yinglar har doim. Usti yopiq bo'lsin. Chunki har xil kemiruvchilar kirishi mumkin, yeyishi mumkin, kasal yuqtirishi mumkin, o'shanga ehtiyot bo'linglar. Shunaqa gap. Bu tashqarida bitta yaponkam qolib ketgan. Shu yuribdi. Mana yaponka. Hammasini mana o'rab, chirmab, chiroyli qilib qo'yamiz. Keyin bir xilla kattigimni gapiryapti. Aka, kattigingizni chiroyli qursangiz bo'lmaydimi? U yo'q, bu deb. Ana uni kim ko'rdi? Xitoydami, Koreyadami bir chol bor. Kattigi bor-ku, vobshe lekin xarob ekan, xorozlari zo'r, lekin kattigi xarob. Men endi kattigi xarob emas-ku. O'rta me'yoni o'zim qurganman buni, o'zim bor taxtalardan, materiallardan o'zim yig'ib, qurib, kattagina joy qilib qo'ydim. Asosiysi katta emas, endi katta chiroyli bo'lsa undan ham yaxshi-ku. No, kattaning ichidagi xorozlarda asosiysi nima boqayotganingiz. Sharoit birinchi o'rinda, keyin shu yemish, boquv, xorozlarda mana. Xorozda keng joyda yuribdi, yaxshigina joy qilib qo'yganman. Oyoq qado bo'lmaydi. Shunaqa gap. Telariga bunaqa ikkinchi etajiga bunaqa qilib chimla yotqizib qo'yganman.
oyog'ini tagiga botmasin degan maqsadda. Hozir ularni ham ko'rsatib o'taman, ikkita yaponlarim bor. Armaturani sherigidan chiqqan ular. Hozir ko'rasizlar. Xo'p, men bitta ham kategim bor. Buni ko'pchilik bilmaydi. Buni uyimning orqasida bu. Mana shunaqa joy qilib qo'yganman. Kimdir ko'rgandir, kimdir ko'rmagandir. Mana bitta yaponlar bor. Mana. Bular ham katta bo'lib qoldi bular. Bular yo 5 oylik jo'jaladi, 5-6 oylik bo'lib qoldi bular. Lekin katta bular, 5 kilo bo'ladi bu xoroschalar. Bular toza yaponlar, ota taraf, ona taraf yapon. Kimga kerak bo'lsa mabodo telefon nomerimni qoldiraman, akalar. Iltimos. Xo'p, iltimosim shuki, kommentariyada nech bo'ldi deb so'ramanglar. Telefon nomerlarimni qoldiraman. Telefon qilinglar, qo'ng'iroq qilinglar, uyalmanglar, hech kim sizlarni urishib bermaydi. Telefon qilib so'ranglar. Nech pul bo'lyapti aka, qancha bo'lyapti deb narxini kelishsak bo'ladi. O'shanga uyalmasdan bemalol narx so'rasanglar bo'ladi. Men bitta o'zim Inamarka daraxtlar olib kelib ekib qo'ydim. Mana. Inamarka daraxtlar. Xullas, kimga nima kerak bo'lsa telefon qilinglar. Uyalmanglar, boshqa qilmanglar. Hech kim sizlarni urishib bermaydi. Men hamma bilan birdek muomalada bo'laman men. Hech kim odam ajratmayman, chunki men o'zim rabochiyman, mana. Rabochiy kiyimlarda yuraman men. Men o'zim rabochiy odamman. O'shanga bemalol telefon qo'yinglar. Kimga nima kerak bo'lsa mabodo yetkazib beramiz. Xudo xolasa viloyatlarga chiqarib yo qo'shni davlatlarga chiqarib beramiz. Xudo xolasa qo'shni davlatdan ham, shu Tojikistondan ham bizdan xoros ketdi. Alloh nasib qilsa, yaxshiligiga boqsin. Shunaqa gaplar akalar, ukalar. Nari hovlimning orqasi mana bu. Hovlimning orqasi mana. Xorosxona. Bu yoq hovlimning oldi tarafi mana. Zelený zona. Kimdirlar gapiradi shu hovlini ham, hovli unaqa ekan, bunaqa ekan. Xullas shunaqa gaplar akalar, ukalar. Nomerlarimni yozib qoldiraman, telefon qilib bemalol so'ranglar kimga nima kerak. Gaplashamiz akalar, ukalar, yaxshilikda ko'rishguncha. Tanish bilishlar hammanglarga assalomu alaykum deb yana bir bor salom berib qo'ying. Meni taniganlar, bilganlar, meni ko'rayotganlar, qaysi davlatdan bo'lishinglardan qat'iy nazar hammanglarni hurmat qilaman. Hammanglar hurmatdasizlar akalar, ukalar.